Kecha qanaqa edi? Yurishini qaragin-da. Bugun o'zicha bo'lib qopti, tavba qildim. Voy o'rtoq, bir yili bir marta Turkiyaga boradimi, yo'qmi? Men har hafta boraman. O'zini bosar-tusarini bilmay qolgan. Voy, Turkiya deysanmi? Oddiy O'zbekiston tog'iga chiqib olsin. Gapiraveradi, hech qanaqa bormagan-a. Gapga qo'shmang, yaxshi qilibsizlar, tavba. Aytgancha eshitdinglar, mani mohi ham erdan ajrashib ketdi. Bildingizmi? O'zi gapga kelganmisizlar, a? G'iybat qilishga kelganmisizlar? Hayron qolyapman. Nodiraxon, o'zingizchi noldan ko'tarilib endi har hafta Turkiyaga boraman deb shohiz chiqib qoldim. Ertaga ortiga ham ketishingiz mumkin. Birovni bunaqa gapirmang qizim. Hadichaxon, sizga kim qo'yibdi gapirishga? Bilmaydi deb o'ylaysizmi? Qaynanangizni, qariyalar uyiga tashlab kelganingizni eshitganman. Sizga emas gapga kelib g'iybat qilish, tushundingizmi? Bir haftada bir marta ham borib ko'rmas ekansiz. Madinaxon, sizga kim qo'yibdi gapirishga? Sizga kim qo'yibdi? O'z telefon qilib gapirmoqchi edim. Qiynalgan singiz esingizdan chiqib qoldimi? Erdan ajrashgandingiz, o'zingiz singiz ham ajrashgan-ku. Kecha klinikamga ish so'rab keldi. Pampersga ham, kashasiga ham pul yo'q. Borib yordam bersangiz bo'lmaydimi?